Uchinchisi esa bu ham radiator akfa biometal bo'ladi. Biometalning farqi alyuminiydan bu sizga issiqlikni ozgina ko'proq ushlab beradi. Shuning uchun buni biometal deb atashgan. Buni ko'pincha derazangizni pastki joyi katta, ya'ni kichikroq derazani pastiga qo'ysangiz bo'ladi. Bu bemalol uyingizni isitib beradi. Buni ham xohlasangiz 10 ta, 12 ta, 5 ta xohlaganingizcha qirqib beramiz. Bu ham o'zini ichiga. Endi pastagisiga o'tadigan bo'lsak, bu alyuminiy, aytib o'tganimizdek, bu обычный alyuminiy, shu uchun narxi 99900 so'mdan chiqadi bitta qavurg'asi. U monzasi tuzilishi boshqa qiladi, shu uchun 10000 so'mga qimmat chiqadi. Bunisi esa o'zining narxi 99900 so'mga chiqadi. Xullas, barcha radiatorlarimiz sifatli bo'ladi, Akfa brendiga tegishli. Ularni barchasiga 10 yilgacha kafolat beramiz. Agar servisdan defekt kelsa, buni ham bemalol hech qanday muammolarsiz almashtirib beramiz. Qaysidan kerak bo'lsa, bir yozilgan narxlardan tashqari kelsangiz, ko'rsangiz, sizning didingizga, tabingizga o'tirganini, ya'ni kelishtirib berib, barchasi haqida to'liq ma'lumot beramiz.